Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Butun O'zbekiston ahli, ko'rib turganlaringdek biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskarab qishlog'idamiz. Ota-bobolarimiz, aka-ukalarimiz, 80-yilda tug'ilgan yoshlarimiz betob bo'lganda aynan davolangan O'zbekiston nomli shifoxonani barchamiz juda ko'plab odamlar eslasa kerak. Sababi bu yerda juda ko'p nafaqat Farg'ona viloyati, boshqa viloyatlardan kelib ham davolangan, dong'i ketgan, taniqli bo'lgan shifoxona, aynan insonlarning dardiga malham bo'lgan shifoxona yana o'z qaddini rostlashdi, boshlabdi. Bu galgi videomiz murojaat emas, murojaat yuzasidan keldi ekan, tanqid qilar ekan deb o'ylaganlar bo'lsa, afsuski bunday emas. Video rolikka like bosib, kanalga obuna bo'lib, do'stlarimizga, yaqinlarimizga ulashib qo'yaylik. Iltimos qilamiz sizlardan. Doimo oilalaring tinch bo'lsin, xursandchilikda video roliklarimizni ko'rib, ma'naviy dam olinglar. Bu reklama emas, bu tavsiya sifatida sizlarga video rolik tayyorlab, albatta sizlarga ko'rsataman. Hozir o'zim aynan tasodifan kirib qolganimdan foydalanib, mana shifoxonaga kirib boraman. Hozirgi vaziyatlarda va savol-javoblarda qilishga harakat qilaman. Bular rozi bo'lsa, albatta video rolikka tushishdan qochmasa, albatta sizlarga ushbu jarayonlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana jarayonlarni kuzatib boryapman. Juda ham salqin, shabbodalik manzaralar odamni o'ziga tortadi. Ichkarilarda ham birma-bir ko'rsatib va suhbat qurishga harakat qilamiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Yoshligimda kirganimcha endi kirishim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar vrach bormi? Bor, vrachimiz. Chaqiraylik. Hozir chaqiramiz. Bizga mana shu xona qulayroq. Endi video tasvirga to'g'risi har kim ham tushirmaydi. To'satdan bloger kamera ko'tarib kirsa, har qanday odam ham qo'rqib ketadi. Uni nigohiga qaraydi. Agarda kulib turgan bo'lsa, yaxshi taassurotda muloqot qilishga kirishadi. Agarda jiddiyroq turgan bo'lsa, bloger sekin asta qochishadi. Ko'ramizmi? Ko'plab video jarayonlarda shunday bo'ladi. Biz afsuski bizda yuzimiz ham salbiy tomonlama ayrim odamlarga, ayrim rahbarlarga burilgan bo'lishi mumkin. Ayrim jihatdan demoqchiman. Lekin bu yerda samimiy suhbat bo'ladi. Assalomu alaykum. Doktor, yaxshimisiz? Kamera to'satdan kirganiga hayajon bo'lib opamiz kirib ketganicha chiqmayapti. Obunachilarimiz kuzatyapti. Assalomu alaykum. Doktor, yaxshimisiz? Sog'lik salomatlaringiz yaxshimi? Bitta murojaat yuzasidan Eskarab qishlog'iga kelgandik. Hozir archalarda, chinorlarda ko'rib yoshligimizda eslab O'zbekiston shifoxonasi yana qad rostladimi? Bekilib ketganiga necha yil avval bo'ldi deb turib to'satdan kirdik. Hozir sizda roziligingiz bo'lsa, agarda qarshi bo'lmasangiz, ozgina kabinetingizda gaplashib, savol-javob qilsak maylimi? Marhamat. Assalomu alaykum. Mamarasulov Tohirbek, Xalq ovozi 24 Telegram YouTube kanallarining adminiman. Aynan ijtimoiy tarmoqda faoliyat olib boramiz. Biz endi murojaat bilan ko'plab joylarga borganimiz uchun bizni salbiy obrazda kuzatishlari mumkin-da. O'sha uchun ham hozir obunachilarimiz hayron. Bu akamiz reklama qilyaptimi yo ko'rsatgani kirdimi? Yoshligidagi shifoxonasini degan maqsadda ham kuzatishga turgan bo'lishi mumkin. Endi keling, samimiy suhbat quramiz. Bu tanqid uchun emas, bu bir do'stlarimizga taklif uchun kirdim hozir paytda. To'g'risi eshitdim. Ancha muolajalar yaxshi tomonga, ijobiy tomonga o'zgarilib, odamlar mana qishloq, qolaversa tumandagi, boshqa hududdagi qishloqdagi do'stlarimiz kelishib davolanishyapti ekan. Tavsiya sifatida bir ko'rsatib ketaylik, bu yerda ham yaxshi bo'ladi degan maqsadda kun mana salqin tushishiga qaramasdan sekin-astalik bilan kirdik. Siz bilan samimiy suhbat quramiz. Siz kimsiz? Qayerdan kelgansiz? Sizni to'g'risi tanimadim men. Ana familiyam Ochilov, Xolmurod Nazarlayevich. Shifokorman, oliy ma'lumotli shifokor, meditsina institutida ketganman. Ruhshunosman, ruhshunoslik akademiyasida ketganman. O'zbekiston xalq adibiman. Endi mana shu Markaziy Osiyo xalq tabobati va tibbiyoti institutining a'zosiman. Dotsentman. Hozircha mana shu yerda fizioterapevtik muolajalar va ba'zi bir
sog'liqni saqlashdagi qo'llaniladigan amaliyotlarni boshlab turish imkoniyati ham mavjud ekan. Shunga biz hozircha maslahat qilib, qaror qilib, odamlarni kelishiga qarab, bir sharoitlar yaratish uchun harakatlarni qilyapmiz. Haqiqatan ham vodiyda aholisi juda nima deydi, sodda va juda ajoyib, o'zini sog'lig'ini ancha aniqlaydigan, xalq o'ylaydigan xalq ekan. Biz endi Toshkentda, Samarqand, Navoiy, Buxorolarda ishlaganligimiz uchun bu yerda ko'p o'qimaganmiz. Yaxshi, odamlar kelishyapti, maslahat olishyapti. Endi maqsadimiz nima? Maqsadimiz prezidentimizni qarorlariga asosan xalq tabobatini rivojlantirish. Odamlar menimcha ximiyaviy dorilardan to'yib bo'ldi. Endi vodiyda xalqi juda ham o'ziga mana ximiyaviy dorilarga dan tashqari qo'llanmay boshqa mana hayotiy ne'matlardan qo'llab o'zlarini sog'lig'ini saqlashga harakat qilyapti ekan. Biz ham faqat maqsadimiz shu, xalq tabobati bo'yicha ximiyaviy dorilarsiz amaliyotlarni bajarish va bemorlarimizni to'liq shifo topishga harakat qilish. Endi men o'zim biz juda katta komandamiz, institut komandasi, akademiklar, ular o'sha ilon chayon zahri bilan davolash bo'yicha mashhur bo'lib ketishdi butun chet mamlakatlarda ham. Shularni ham olib Farg'ona xalqini ichiga bir kirsak degan niyatda suhbat o'zimiz shunaqangi reja qildik. Endi meni faoliyatim mana bu yerda. Men shifokorman, urug'shunosman va manualistman. Psixologman va manualistman. Bel grijalarini Benzino bobomizning ming yillab tajribadan o'tgan, sinovgan metodi bo'yicha manuallarni og'riqlar terapiya bilan, manual terapiya deydi bizda. Shu yo'nalish bo'yicha internetda ko'rsatyapti, davolash, urib davolashi. Endi internetda ham, tarmoqlarda ham juda ko'payib ketdi. Men Farg'ona vodiysini hozir bir oy ichida o'rganib chiqdim. Olim odamligim uchun, shifokorligim uchun rahmim keldi, o'rganib chiqdim. Bilasizmi, vodiyda ajoyib xalq. Men hech kimni yomonlashani emasman. Vodiyda tabib ko'p. Hamma tabib. Lekin tabiblikni bilish uchun oldin shifokor bo'lish kerak, tana a'zolarini bilish kerak. Masalan, bizda manual terapiya bilan shug'ullanadigan odam albatta u shifokor bo'lish kerak. Tanadagi har bir tomirni, har bir umurtqani bilish kerak. Xuddi shunaqa specialistlarimiz bor. Vodiyda ham bunaqalar ko'p ekan. Xudo xolasa, menimcha meni to'g'ri ma'noda eshitib kelsa kerak. Shuning uchun xalqimizga maqsad mana shu yo'llarda yordam berish. Davolash. Davolab, bilasizmi, davolash degan vaqtda nima tushunadi? Davolash degan vaqtda hozirgi zamon tibbiyoti, xalq tabobati va tibbiy nabaviyani birlashtirish to'g'risida umumlashtirish. Uchtasini umumlashtirish. Umumlashtirsak, biz bemorimizni shifo emas, to'liq shifo topishga erishamiz. Maqsadimiz shu. Yana qayta olinmaydi, kasallanmaydi. Hamma kasalliklarga. Hamma kasalliklarning davosi allaqachon aniqlab bo'lingan, ota-bobolarimiz tomonidan yozib qoldirilgan. Biz shularni topib o'rganyapmiz endi. Institut ilmiy tadqiqot instituti. Shuni o'rganyapmiz. Endi yana mana xalqimizga yana bir suhbatlarda bir anavi qilaman, suhbatimiz ko'p bo'lib ketmasin. Ximiyaviy dorilardan qo'llamaymiz. Tiyilishimiz kerak. Birorta ximiyaviy dori qo'llamaymiz. Faqat tabiat ne'matlari, siroplar, mazlar, kerak bo'lsa ilon, chayon, zahri mahsulotlarigacha qo'llaymiz. Chunki tasdiqlangan, sertifikalangan, ular ham kerakli joylardan rasmiy hujjatlarga ega. Mana shularni qo'llagan holda davolaymiz. Asosiy maqsadimiz shu. Xalqimizga xalq tabobati ota-bobolarimizdan qolib bir necha asrlarda isbotlangan tabobat yo'lini da shifo topishlariga tezroq harakat qilish. Bu bo'ladi, 20 yil 50 yilda bo'ladi, lekin tezroq siz bilan biz harakat qilsak, xalqimiz tezroq keladi. Ham arzon, ham tabiiy, ham zararsiz yo'nalishlarda ishlash. Taxminan bir kunlik davolanish xarajati qanchaga tushishi mumkin? Har bir kasallikda alohida. Bizning asosiy maqsadimiz nima? Ko'p ximiyaviy dorilarni 3 million, 4 millionga olishadi-yu har birida. Bunaqa emas. Bizda keladi, konsultatsiya qilamiz, kelishamiz, o'rtacha bel grijalarini davolash, o'zlarini maza, siropi, manual terapiyalar bilan 1 million atrofida bittasi ya'ni tushadi. Bitta davolanib chiqib ketishi 1 millionga tushishi mumkin. Bittasi anisi 5 kun bo'ladi. Bitta seansi. 5 kun qatnaydi.
Har kuni 200 mingdan tushar ekanda. Bir Tushsa. kunda tushadi dorasi bilan. Agar yo'q, mana bu dorini men o'zim topib kelaman, mana bu dori deydigan bo'lsa, biz o'sha qilgan xizmatimizni olamiz. Lekin mana hoji aka bilan gaplashdik, biz ana qildikda, hozir sharoitlarni yaratyapmiz. Uni arzimagan pulga bizda manual terapiyada endi 5 soat, 6 soat yotadi-da. Shu joyda 5 soat, 6 soat yotadi. Manual terapiya qilingandagi 5 soat, 6 soat shu yerda qimirlamay yotadi bemor. Keyin ketsa bo'ladi keyin. Lekin ketib ketadi. Bo'lmasa qolishi ham mumkin. Hozir mana shuni gaplashyapmiz. Agar ovqat masalasini bugun stolovoylarni hal qilishdi, hammasini kelishdi, sizlar bilan qayta hisob olishdi. Bemorlar kelsa, ovqatini ham beramiz. Endi arzimagan bir 50 ming, 100 mingga bemalol kuni bilan yoki sutga yotib ketishi mumkin. Shuning uchun unaqa qimmat. Maqsadimiz arzon, xalqimizni tezroq arzon giyohlar, siroplar bilan va texnologiyalar bilan qilish. Operatsiya desa kategoriyasiga aniq qilamiz, atkaz qilamiz. Ximiyaviy dorilarsiz menga ukol qilib qo'ying, mana bu kapelnisiya belimda og'rig'i boshimga ukol qiling desa qilmayman. Bizda kuzatuvchilarimiz o'zlarining haq-huquqini biladigan, ko'proq noqonuniy ishlarni tanqid qiladigan obunachilarda o'zini haq-huquqini bilgan siyosatchi odamlar kuzatadi. Aynan o'sha insonlar uchun agarda imkor etmasangiz, imkor bo'lmasa, ming bora uzr, sertifikatingiz haqida ozgina ko'rsatsak. Bu murojaat yuzasidan kirib muloqot qilganimiz yo'q. Faqat tavsiya hisobida kirib, xolisona tomoshabinlarimizga, obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Endi bilasizmi, biz haligi shifokor instituti tugatgan odam oliy ma'lumotli. Birinchidan, oliy ma'lumotli shifokorman, diplomim bor marhamat. Xalq tabobati institutini a'zosiman. Guvohnomam bor, mana telefonda olib olishingiz mumkin. Undagi manual terapiya bo'yicha marhamat kakras olib qo'ydim. Qarang, mana. Manual terapiya bo'yicha sertifikatim bor. Sertifikatlar bor ekan. Mana hijoma, zudlik va hokazo giyohlar bilan, mazlar bilan davolash bo'yicha sertifikatim bor. Tak. Markaziy Osiyo xalq tabobati farmatsiya vrachlar va farmatsevtlar uyushmasining a'zosiman, guvohnoma bor. Tak, mana guvohnomani bu tomoni. Tak, mana nevropatologiyadan xotirishlar bo'yicha o'qigan mana guvohnomam bor, mana. Rahmat, zo'r. Yana bir narsa, psixologlarga to'g'risida sertifikatim bor. Sertifikat mana. Endi O'zbekiston xalq tabibi to'g'risida hujjatlarim, rasmiy hujjatlar, hammasi marhamat buni ichida bor. Kerak bo'lsa olasiz. Mana anonimga kirilsa, nima deydi? Saytimga kirilsa, bemalol o'sha yerdan kirib, mana ko'p dokladlarim, jurnalistlar bilan uchrashuvdim, savol-javoblarim, respublikadagi katta o'rgandagi urug'larga, ular bilan jurnalistlar uchrashlarim to'g'risidagi hujjatlar hammasi mavjud. Shuning uchun biz qayerga borsak, qonun qo'limizda bo'lsa aytamiz. Bizda hali savol berishadi. Soxta tabib emasmisiz? Soxta tabib bilan bu foyda nima farqi bor? Ko'rsatdimmi soxta emasligimni? Soxta tabib kim? Soxta tabib mana shu hujjatlar bo'lmagan soxta tabib. Sertifikati bo'lmagan, internetda PR qilgan, qayerdadir o'rganib olgan. Yaxshi ishlayversin, xalqimizga yordami tegayotgandir. Lekin hujjat bo'lish kerak-da. To'g'ri. Sertifikat bo'lmasa, kechirasiz. Dokumentsiz qadam. Davolashga haqqi yo'q. Yo'q. Inson bilan shofyorni udostveriyasi bor. Bu yerda inson taqdiri yotadi-da. Inson taqdiri yotibdi bu yerda. Insonda haligi insonda bo'yinlarida, bellaridan chiqadigan tomirlar manualist har bir tomirda, har bir nervni joy-joyiga bilish kerak. Bilmasa u uraveradi, u osiveradi, u massaj qilaveradi, uni foydasi yo'q. Yoki dori yuraveradi. Qaysi ximiyaviy dori umurtqa pog'onasiga kiradi? Bormaydi, uni joyiga qo'yadi. To'g'ri. Savollaringiz bo'lsa men javob berishga, qonuniy javob berishga tayyorman. Tayyorsiz. Mayli, anolarimiz Rahmat. Hozir Eskirab qishlog'iga aynan tasodifan kelib qoldik. Aynan bir murojaat yuzasidan kelib, uni hal qilib, hozir bunday qarasam, shu joyda salqinda turibmiz-da, qarasam ko'kalamzor turibdi. Yashil makon turibdi. Bu yer eski O'zbekiston Banisasi edi. Bu yo'qib ketgandi bir vaqtlar. Yana ochilibdimi yo shtatlar yana tiklanib, budjet tomonlama davlat shifoxonasi tiklandimi degan maqsadda bunday kirsam, shapkasini ko'rsam, katta qilib darvozaga yozib qo'yibsizlar. Ko'rdim, xursand bo'ldim, bu xususiy bo'lib ochilibdi mana. Hozir xususiy tadbirkorlarni prezidentimiz tomonidan qo'llab-quvvatlayapti. Demak, men hozir ayni damda taniqli bo'lgan
dunyoga mashhur bo'lgan shifoxona, shuncha kasal bemorlarni davolagan shifoxona yo'qib ketyapti o'tda. Shundan ko'nglim xavotirda edi hattoki. Jamiyatda. Ha, Eskarabdan emasman, lekin Eskarabda ota-bobomiz shu yerda o'sgan, shu yerda katta bo'lgan, biz ham kelib katta bo'lib chetlarda shu shifoxonada davolanganmiz, davo topganmiz. Nahotki shu shifoxona yo'qib ketsa, ayrim tadbirkorlarning qo'lida deyardik. Mana Hoji akamizga rahmat. Siz Hoji aka deb atadingiz, hali biz u inson bilan ko'rishganimiz yo'q, tanishganimiz yo'q. Endi hozir harakat qilamiz gaplashishga, rahmatimizni aytamiz. Hozir ko'rib, bu yerda sharoitlarni ko'rib xursand bo'ldik. Bu yerda yana bir chiroyli bir klinikalarga aylantirilsa, xudo xolasa bilasiz maqsadimiz nima? Institut bilan ham hozir shunaqa uni suhbatda qisqagina o'tkazdik. Shunaqa joy bor dedik. Xalq tabobati klinikasini eng yaxshi urovenda, ya'ni institut xalq tabobati institutini bo'limlarigacha tashkil qilish. Xudo xolasa. Inshaalloh. Maqsadimiz shu. Chunki kelajagi borda, bu bir kun ikki kunda bo'lmaydigan narsa. Rejaga kiritilgan hozir paytda. Ha, bu rejaga kiritildi ekan. Shuning uchun men ham xursand bo'ldim. Mana shu ozgina hissamni qo'shsam yaxshi bo'lardi. Ushbu ezgu ishlarga hissangizni qo'shsangiz, sizdan ham boshqalardan ham esdalik qoladi. Albatta. To'g'rimi? Maqsadimiz nima? Maqsadimiz 3 ta narsa. Birinchi, xalqimizni shifo toptirish, sog'lom yurish va biz shifokorlar o'zi yashab bo'ldik, anaqanimizni bo'ldik, faqat bizdan foydalanish kerakda. Bizga ulardan nima kerak? Ajr savob kerak. Shuning uchun kecha kelishdi. Menga xuddi siz aytgan savolni berishdi. Bir kishi kelib turib, "Necha pulga davolayapsiz, mana qilyapsiz?" Men aytdim, "Men bu yerga pul ishlagani, kelganim yo'q, lekin baribir meni xalq beradi, meni haqqim chiqadi. Men bu yerda bemorga shifo toptirgani kelganman" desam, biz kompaniyada bo'lmasa deb chiqib ketib qoldi. Ko'rdingizmi? Biz bu yerda xalqqa davolanishga kelganmiz. Bizni qonunimizda ajr savobimizni ham beradi, ishimizga baraka ham beradi, bizga to'qligimizni ham hammasini bo'ladi, xudo xolasa. Joy bor, bizdaqa specialistlar bor, shu maqsadni qilaman degan Hoji aka bor, xudo xolasa, bu yerda xalqimizga bog'liq. Xalqimiz ishonch bilan, ixlos bilan kelsa, biz ham ishonch bilan, ixlos bilan davolab beramiz. Qolgani shifo Allohdan. Bo'lmasam ozgina obunachilarimizga bu yerda shart-sharoitlardan ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Nima endi masalan? Yotoq joylari, o'tirish zallari yoki fayasimi? Marhamat. Bu yerda bemorlar yotish uchun 5 ta alohida xona. Va katta zalda ham 12-15 kishi ketadigan alohida bo'lingan joylar. Marhamat, ko'rsatishingiz mumkin. Kelgan odam ishonch bilan, ixlos bilan tuzalaman deb kelsin, biz qo'limizdan kelgan hamma narsani sharoitda imkon darajada qilib beramiz. Davosini topadi. Davosini topadi. Salomat bo'ling. To'g'ri reklama beringlar, xalqimizga to'g'ri tushuntiringlar. Qancha savol, qaysi bo'lsa, menga kelavering, men vaqtim bor. Men o'qituvchiman. Qo'lni tushuntiring. Salomat bo'ling. Rahmat. Bizda iltimosimizni inkor qilmasdan, rozi bo'lib, videoga ochiqdan ochiq gapirib berganingiz uchun ham rahmat. Ancha-munchasi bilamiz, rahbariyatlarga borsangiz telefon qiladi, aka, kamerangizni o'chiring, отдельный gaplashaylik, xonamda gaplashaylik degan fikrni gapiradi-da. Sababi biz ko'proq tanqidiy murojaatlar, endi xalqdan murojaat keladi. Biz ommaviy axborot vositalari xodimlari albatta buni internetlarga olib chiqamiz. Biz tarqatuvchimiz, ko'rsatuvchimiz, bildiruvchimiz. Bildiruvchi. Ha, bu degani sizda men reklama ham qilmadim, tanqid ham qilmadim. Faqat suhbat qildim, bildiryapmiz xolos xalqqa. Mana marhamat qilib telefon nomerlaringizni ham qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilishadi, lokatsiya, manzil lokatsiyalaringni ham tashlab qo'yaman. Mana shuni ham aniq qilishingiz mumkin. Ha, mana tayyor bor ekan u mana hozir. Eshikda ham bor ekan, shunaqa 2787 mi shu nomerga o'xshatdim shekilli bor ekan mana. 93lik 673 19 53 91lik 282 27 87 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin ekan. Mana qaranglar. Bor ekan, bir xil ekan xullas. Hozir akkuratniy qilib qo'yib, obunachilarimiz aniq biladigan qilib qo'yib qo'yamiz. Marhamat qilib, hech yo'q bitta ikkita xonasini shunday ko'ramiz bo'ldi. Endi ana hamshiramiz ro'yxatdan o'tkazadi. Qabul jarayonlari Bu yerda manualniy terapiya usuli bo'yicha aylanib taqqan qilingan, shu yerda manual terapiya olib olinadi. Mana bu yerda alohida xona. Alohida xonada yotadi. Yotadi. Hamma sharoitlari bor. Bu jarayon ham o'sha
bizda 92-93-yillik atmosferani beruvchi ranglar turibdi-da bu yerda. Yoshligimda yana ham eslatyapti-da, to'g'risi. Yoshligimda bolajon bo'lganman, kichkina kelganman, shu yerda davo topganman. O'shanga hozir ko'rganimizda birdaniga O'zbekiston. Mana bu yerda ham muolaja olgandan keyin kirib yerda 3-4 soat dam oladi. Ha, dam oladi. Ma'lum bir polosheniyada dam oladi. Dam oladi. Uyumalab emas. Yana mana jarayonlar, mana har bitta har bitta jarayonda mana alohida yotadi. Mana shu yerda 3 soat, 4 soat, 2 soat manipulyatsiya sekingina yuradi. Endi yana bir hali urib davolaydigan joylar ham qayerda? Davolaydigan joyimiz o'sha. Ko'rsatib o'sha xonada. Manual terapiya. Endi ikkinchi. Mana bu yerda hozir aniq qilingan ota bobolarimiz davolaydigan haligi nima deydi? Sandal. Oldin sandal bilan davolagan-ku. Biz ana shu sandal qo'yib. Bu yerda nima olinadi? Bu yerda bel og'riqlari, oyoq og'riqlari, prostatitlar. Spetsialniy prostatitga qilingan mazlarimiz, lampalarimiz bor. Mana shu yerda o'sha amaliyotlar qilib boriladi. Bu endi bemorlarimizda haligi 5 kun, 6 kundan keyin sekingina bel og'rig'i bo'yicha davolanadi bunda. Oyoq ma'lum bir programmada bajaradi-da. O'zini mashqlari bor. O'zini mashqlari bor. O'zini mashqlarini kasalni, bemorni o'ziga o'rgatasizlar. 5 kun muolajadan keyin o'rgatamiz. Ha, 5 kun muolajadan keyin. Bu xonamizda ham endi bemorlar alohida xona, kasallarimiz alohida bemorlar kirib yotishadi. Yotish uchun. Bu ham katta joy ekan bu yermi? Bu yerlarga ham hozir ana qilyapmiz qishga. Mana bularni olib tashlab hammasini akva qilib, chiroyli qilib. Endi klinikaning ichida dush. Sanuzellar. Dush, sanuzel ichida, orqada. Yo'q, ichida klinikaning xona alohida ichida joylashgan. Ichida chiqmaydi bemor. Bemorimiz osteoxondroz, bo'yin umurtqasida osteoxondroz joyda, bel umurtqasida yelkada bel rejasi yengil formatda. Va yana bel umurtqasining 53 uchta joyda bel rejasi mavjud. Mana shularni manual terapiya usulida og'riqlar malatoz bilan urib davolash usulida kelishdik. İçine beryaptilar, yaxshi. Menimcha men boshlab qildik. Bugun birinchi kuni. Bugun birinchi kun. Assalomu alaykum. Tanishtirib o'zingizni. Ismingiz? Ismim Rozigul, hamshiraman. Hamshirasiz a? Bunaqa charchamanglar, yaxshi ishlaylar. Tasodifan kirdim. Birdaniga yo'qib qoldingiz. Hayron bo'ldim, qo'rqib ketish shekilli dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi bloger kelibdi ekan dedingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xalq ovozi 24 YouTube kanalini blogerman. Hoji aka, ikki og'zin suhbatingizni olib qo'yamiz. Biz salbiy obraz bilan emas, ijobiy obraz bilan kirib keldik. Hozir mutaxassisimiz bilan ancha muloqot qildik. Hoji akamiz dedi, qaysi hoji akamiz ochgan ekan bu yerda dedik. Havas qildik, eshikdaga kelib, to'g'risi hozir lokatsiyasini ko'rib, yoshligimizda davolangan O'zbekiston shifoxonasi bekilib ketgan deyishdi-yu. Nimaga bu yerda ochiq hozir desam, lokatsiyasini o'qisam, xususiy ekan. Bu tadbirkorimiz kim dedi, Hoji aka deb nomladi, ismingizni aytmadi, endi o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Xalq ovozi 24 dagi barcha YouTube obunachilari sizni kuzatishmoqda. O'zingizni tanishtirib, bir boshdan ijobiy video jarayon olinmoqda, aniqroq. Men Sirali Ma'murjonman. Mana shu yerda endi obod qilamiz, tadbirkorlik faoliyatini O'zbekistonda rivojlanishiga yangi hissamizni qo'shaylik deb harakat qilyapmiz. Qo'limizdan kelgancha elimizga, xalqimizga, yurtimizga yengillik bo'lsin. Uzoq joylarga bormasdan yaqin joylarda davolansin deb harakat qilyapmiz. Omon bo'ling. Qachon boshlagansiz bu tadbirkorlikni? Tadbirkorlikni 2019 da olib, 2021 da bitimda olib ish boshlaganmiz. Hozirda endi yetishmovchiliklarimiz bor. Bir yil xudo xolasa barini batafsil qilib bitirib olamiz. Hozir endi fizioterapiya bo'limini boshladik. Bitta bo'lim ishga tushibdi, mana ko'rdim, xursand bo'ldim. Yengillik sanatoriyalarda lechinalar, fizlechinalar hammasi bor, asal bochka bor, parafin bor, hammasi bor. Qo'ldan kelgancha mana doktor
kelishdi. Mehmonimiz yaxshi ishlarni olib boryapti. Elimizga, xalqimizga xizmat qilaylik deb harakat qilyapmiz birga. Xudo xolasa rivojlantiramiz. Albatta. Qolgan bo'limlarda ham ochish niyatlar bor-a? Qaysi bo'limlarda ochish niyati bor? Hozir Rejaga qaysilarni qo'ygansiz endi? Kardiologiya ochmoqchimiz. Yurak. Yurak nimasi bo'yicha infeksiya bo'limi ochmoqchimiz. Iloji bo'lsa o'sha nimani ayollarga ochmoqchimiz, xudo xolasa. Hamma bo'limni yozib qo'yganmiz. Xudo xolasa harakat qilyapmiz. Mana Oltiariq tuman markazi necha kilometr bo'ladi sizlarga? 10 kilometr. 10 kilometr. Misoldan tug'ruq bo'layotib turgan ayol 10 kilometrga bormasdan shu joyda ham tashkil qilsangiz bo'ladimi? Ginekologiya juda zo'r bo'ladi. Ginekologiya. Xalqimiz ko'paygan hozir. Ayniqsa ayollarni doktor kerak. Bitta ishga tushirib o'sha ayollar doktorini tashkil qilmoqchimiz, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi. Sizni tadbirkorlik faoliyatingizga omadlar, ulkan zafarlar tilaymiz. Hozir bu boshda kirib kelganimga boshqacha tasavvurda xodimlaring shup et yashim oldi. Bu tanqidiy videochi keldi deb o'yladi shekilli. Hozir men jarayonni ko'rib xursand bo'ldim. Men chinorlarni ko'rib, archalarni ko'rib, yoshligimizda chinorlar mana yosh chinorlar ulg'ayibdi. Mana qarang, go'zal manzara o'pib, bu yerda sanatoriya qilsa bo'ladi ekan dedim. Odamlar qayerlarga borib, sanatoriyaga shifo topgani borib kelyapti-da. O'zimizda ham manzara, mana hozir nech gektar chiqadi bu yer? 2 gektar 63 sotik. Ha, salkam 3 gektar yer maydoni bor. Aylangani bemalol ko'kalamni zorlashtirishga ham maydonlari bor ekan. Zo'r ekan. Sizlarga omad yor bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p. Video jarayonimizni yakunlaymiz. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Yaxshi niyatlarimizni xalqimizga yetkazing dedi. Xo'p, salomat bo'linglar. Artsolar tushiribsiz suvlarda. Ichimlik suvmi bu? Ichimlik suv. Ichimlik suvi. Qayerdan tushadi bu suv? Boshidan chiqarganmiz o'zimizga, bansaga bundan chiqarganmiz shu yerda. Bashni chiqarilgan. Ko'rsak bo'ladimi? Marhamat. Mana ko'rib turganlaringdek ichimlik suvlari tushirilgan ekan. Holatni ko'ryapmiz. Ushbu tadbirkorimiz mana 150 metrdan ichimlik suvlarini chiqarib, qolaversa bu daraxtlarni ko'klashida ham o'zini hissalari borligini aytib o'tishdi. Men sizlarga ozgina ma'lumot tarzida aynan sizlarga aytib o'tyapman. Ko'kalam zonlashtirish prezidentimizda qarori bo'yicha birinchi o'rinda siyosat bo'lyapti. Albatta, har bir shifoxonada shunday daraxtlar bo'lsa, kasallar, aynan bemorlar tez davolanishida yordam bo'ladigan umiddamiz. Xalq ovozi 24. Video jarayonlarimizni yakunlaymiz. Bizga like bosing, qo'llab-quvvatlang, doimo bizni qo'llab-quvvatlashni unutmaysiz degan umiddamiz. Ko'rib turganlaringdek, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskarab shaharchasidagi O'zbekiston shifoxonasi fizioterapiya bo'limida ushbu holat tasvirga olindi. Ko'rib turganlaringdek, ushbu binoda kasallarimiz muolaja olishlari mumkin ekan. Men aynan lokatsiyalarini ham sizlarga tashlashga harakat qilaman. Hozir men lokatsiyalarini tashlab Sahranga olaman. Mana Oltiariq tumani markazidan Eskarab shaharchasiga yo'naltirasizlar va Sevinch maktabgacha ta'lim tashkilotini yonidagi O'zbekiston shifoxonasida fizioterapiya bo'limida davolanishlaringiz mumkin ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.